o'yin to'xtatdik. Shu odamlarga sal yengilroq bo'lsin, o'ziga ishonganlar, tajribasi kattalar arzonroq olsin deb turib o'yinni e'lon qiluvdik. Kelib turib vazn topsanglar 60 ming so'mdan olasizlar deb. Buni ko'rgan bo'lishinglar kerak. Lekin bu sal harom joyi bor shekilli deb turib juda ko'p kommentariyalarda yozishdi. O'zi aslida biron bir ish qilishdan oldin albatta biz bu narsani shariy hukmini o'rganib turib keyin qilamiz. Bu yerda hech qanaqa harom joyi yo'q. Lekin yanada bir maslahatlashuvdik, agar odamlarda shunaqa bir 60 mingdan ololmagandan keyin 80 mingdan oladigan bo'lsa, qanaqadir ko'nglida bir g'ubor paydo bo'ladi degan fikrni eshitganimdan keyin to'xta dedimda bu o'yin to'xtatdik. Endi bu o'yinni o'ynamaymiz. Kelib turib bilasizlar 73.687 so'mdan bizga aynalgan 1 kilo tirik vazni 75 ming so'mdan qo'zilarni sizlarga tarozga tortib beramiz. Kelinglar, shoshilib qolinglar.